Fa. Yo'q. Bilib ishdi. Hoshimjon aka, Ha? bugun bayram. Xo'p, mana nima qiling shunga? Voy, menga sovg'a bermaysizmi? Bo'pti, xo'p, mingillama nima bering? Gul, shokolad. Gul bilan shokolatingizni nima qilaman? Undan ko'ra ro'zg'orga foydali narsa olib bering. Kir mashina buzilib qolgan-da, kir mashina olib bering. Bo'ldi, xo'p, olib beraman, xo'p. Duxovka ham olib bering. Har xil narsalar pishirgim kelyapti. Bo'ldi, xo'p, olib beraman. Bor, chiqib ket. Xo'p. Alo, Jonkam, nima gap? 8-mart bayraming bilan. Ha, qayerdasan? Hozir boraman. Senga bitta qo'y lo'qki sovg'am bor. Voy, Hoshimjon aka, qo'rqib ketdim. Voy, nima olib keldingiz? Mendan senga 8-martga sovg'a ko'mosh mana. Idealdan senga прочный полуавtomat kir mashina olib keldim mana. 7,5 kiloli Classic Plus. O'ppoqlarni ham bor, yatillatib yuboradi. Ularni buzilmaydi, mingillamasdan maza qilib ishlat. Ha, keyin duxovka ham deganmiding? Senga idealdan qichuv duxovka olib qaraman. Вообще прочный, somsalarni piroglarni maza qilib pishiraverasan. Tez buzilib qolmaydi. Uyda odam ko'payib, vaqting bo'lmay qolganda shunday kelasan-da, ideal duxovkasiga, somsa pishirib yubor, sen o'zi pishirib tayyor qilib qo'yadi. Qalay? Hoshimjon aka, rahmat. Iloyim pullaringiz ko'p bo'lsin. Baxtimga sog' bo'ling. Bo'ldi, suyulma. Bo'pti, men ishlarim bor, gaplashamiz, ketdim. Yaxshi boring. 8-mart bayraming bilan, Jonkam. Tushunmadim. Nima ko'tarib keldingiz menga? Mashina? Kalla joydami? Qaysi kalla bilan menga shuni mashinani olib keldingiz? Na bantiki bor buni, na boshqa narsasi bor. Qanaqa men Instagramga ertaga video qo'yaman buni. O'rtoqlarim oldida sharmanda qildingiz o'mi? Sizlarga rahmat. Iloyim pullaringiz ko'p bo'lsin. Baxtimga sog' bo'ling. Kerak emas menga bunaqa shaldiraveraverasiz. Bersa normalniy mashina bering menga. Ovozingni. Короче, bugundan boshlab ko'zing nima ko'rimdi. Pashol. Короче. Pashol bo'lsa sizga ham pashol. Pas. Xotinim to'g'ri aytgan. Adasi uydagi bor narsaga ko'chada pul sarflamaydi. Baribir uydagi xotindan qo'llansin. Qaynonam menga kun bermaganmi? Men ham kelinimga kun bermayman. Hay kelin, Labi oyijon. uylarni sipirdingizmi? Ha, sipirdim. Kirlarni qo'lda yuvdingizmi? Yuvdim oyijon. Ovqat qildingizmi? Ha, qildim oyijon. Ovqat qilgandan keyin gazni yuvib qo'ydingizmi? Shunga ulgurolmay qoldim de oyijon. Tushunmadim. Nega ulgurolmaysiz? Arzimagan 4 soatgina vaqtingiz ketadi ya, kelin. Men bunaqa chir gazda yashamaganman. Men sizga necha marta aytganman, har ovqat qilganda gazni yuving deb. Bo'ling, skor to'rga o'ring. Jonbaydi qizi. Bo'ldi, yig'layvermang, Kamoch. Yo'q, kelin qulku. Sizlarnikida kirlar kir mashinada yuvilmaydi. Qo'lda yuvilish kerak. Yo'q, sizlarnikida sipirgida uyla sipiriladi. Pilisos qilinmaydi. Xo'p, hozir men nima qilay endi? Nima qilay? Yo'q, men onangizga shunchalik nima yomonlik qildim, meni xo'rlab azoblaydilar. Menga qara, onamni mehribon uyiga tashlab kelmayman-ku, Kamoch. Men unaqa qiling demayapman. Lekin men xotiningizman-ku. Menga 1 gram ham rahmingiz kelmayaptimi, Hoshimjon aka? Bo'ldi, men ketaman, yashamayman siz bilan. Ay kelin, men hozir xirom aydiyman. Siz qarshi chalasiz, xo'pmi? Nima bola, xo'mrayasiz? Azaga kelganga o'xshabsiz, kulib chaling. Sen bilan o'tgan o'sha aldamlar faqat qolganga o'xshaydi. U damlarda alam g'amlar faqat qolganga o'xshaydi. U damlarda alam g'amlar ey o'sha aldamlar. Nima olib keldingiz? Endi asalim qiynalib 4 soat gaz yuvmaysan. Senga idealdan gazni qichig'ini olib keldim, Kamoch. Buncha zo'r Hoshimjon aka. Endi eshit. Buni ustiga yog' to'kirasanmi, sumali to'kirasanmi, vo'shi chirk bo'lmaydi. Shuni bitta lattada artganingdan top-toza bo'ladi. Keyin bunichi Kamoch elektriskiy komfortkalari ham bor. Undan keyin 90 kilogacha og'irlikni ham ko'taraveradi. Tog'aynimdan qaysi biri yaxshi desam, idealdan og'ir og'ayni dedi, shundan og'irdim. Qara kelmasinga nima oldim, Kamoch? Pilisos. Bo'ldi, endi uylarni supurib yurmaysan. Ideal pilisosni shunday yoqib qo'yib yuborasan, o'zi uylarni tozalab chiqadi, asalim. Rahmat Hoshimjon aka. Onangni ham ko'r. Ideal tavallari lekin baquvvat ekan. Endi gaz yuvib qo'llaring qavarmaydi, Kamochim. Ha. Xotinchangizni o'yladingizmi? Xotiningizni qo'llari qavarib ketdimi gaz yurib? Oyi,
anaqa Ha, men ham bilaman ideal zo'rligini. Ha, shu ideal o'lgurra. Ha, uylanmasdan oldin onangizga olib kelmagan ekansiz. Teya, xotin quli. oyi, o'zi maqsadingiz nima? Maqsadimmi? Maqsadim kelinlarni ezish.